Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmetli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan henüz görüşdük. Programmamizning navbatdagi bölümida urug' tuqqanlar bilan qanday muomalat qilish kerakligiga to'xtalamiz. Men qarindoshlar Abulqosim Ahmadi, programmamizning navbatdagi aziz mehmonlari ustoz Sirajiddin Azizi va ustoz Abdulahad Hafiz Rajim qatorliqlar bo'ladi. Hörmetli qarindoshlar, bu ata urug' tuqqanlar bilan bo'lgan munosabat jamiyatimizni qaraydigan bo'lsak, haqiqatan insonni için durdu. Nurg'unlagan yaqin urug' tuqqanlarning o'tirishga munosabati uzilib qolgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislarda aytdi, bu urug' tuqqan degandan keyin yo'qlab turganni yo'qlab turish bu haqiqiy sizlar ham qilib qo'ymaydi, balki uzib qo'yganlarni munosabatni uzib qo'yganlarning munosabatini qayta asli keltirish haqiqiy sizlar ham qilib bo'ladi deb. Cemiyetimizdeki muhimde illetlerini tüketiş için hatta özümüzge ve qarindoshlar buna menfaat bulup qalsa degan ümit bilen bu ustozlarni taklif qildik. Ustoz Sirajiddin şu urug' tuqqanlar bilan bo'lgan munosabat, muomala qanday bo'lish kerak? Buni shariat nuri ostida bir yuritib bergan bo'lsalar, qani marhamat. Yaxshi, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve murselin. Amma ba'd, muhterem Müslümanlar, bu biz davamlıq cemiyette yaşaydıkimiz, bizden en yakın atanımız, tuqqanlarımız, şular bilen her günü muamele kılıp durumuz. Bu yani biz Müslümanlık sübütümüz bilen atanlardan kandak muamele kılış, tuqqanlardan kandak muamele kılışını biz şu İslam şeriatı boyunca, ahlak prensip boyunca ölçeş lazım, şundak muamele kılış lazım. Hem de Kur'an-ı Kerim'de Allah SWT başta özüge ibadet kılışqa, şirk keltirmeslikka chaqirgandan keyin insonlarni atani yaxshilik qilishga buyurgan, undan keyin tuqqanlarga yaxshilik qilishga buyurgan, miskin yetim yesirlarga yaxshilik qilishga buyurgan. Endi shu yaxshilik insonda yaxshi muomala qilishni ko'rsatadi asosan. Qur'oni Karimda shu oyatda va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana ve bidil qurba degan. Şu bidil qurba degani yaqinlarga, tuqqanlarga yaxshi muomala qilish. Yani tuqqanlarga muomala qilishda biz nurg'un masalalar o'tirib chiqadi. Biz bilib, nihoyat ko'p oilalarda ko'p bir tuqqanlar sening mening deyishmay, nihoyat yaxshi inoq bir oila o'tkazganini ko'ramiz. Ularning o'tirda hech qanday bir qiyinchilik yo'q. Yaxshi turmushi bayashat, hem işte inoq, hem qam kişiler ularga hürmet kıladigan, kişiler ulardan eminadigan bir aile köp var. Ama maalesef yeni bir taraftan şundaq tuqqanlar bilan, xususan özünün bir tuqqanları, aka-ukaları, ağaç sınırları bilan yaxshi o'tmaydigan aileler mi var. Ama bular qarta İslamның hükmü nihoyat keskin. Onda bo'lgan ekan insonlar özünün ailesiga, xususan tuqqanlarga yaxshi muomala qilish bu İslamның asosli ruhi. Bu muomala qilishda endi biz zodi sening mening deyishmay, albatta o'zining tuqqanlarini xuddi o'zining balvaqsiga muomala qilganga o'xshash muomala qilish lozim. Ya'ni bir qo'saqda yotgan bir tuqqan bilan biz yaxshi o'tamisak, kim bilan o'tamiz? Başka milletlerge, başka atrofimizdagi kishilarga, qo'lin qo'shnilarga, jamoatga, yaqinlarga qanday muomala qilamiz? Bu meselede bizden ko'rayotgan bazı ahvollar, ig'ir ahvollar bor. Biz biladigan yaqin birodarlarning o'zaro ata-onasidan qolgan miroslarni ulishamay yoki shundoq bir ata-onasidan qolgan mirosni cho'nglari bo'lgan akilari, ba'zi sal yuzlik obro'yli tuqqanlari eliqdek uni bu suri o'lib kichik tuqqanlarga bermay, ularni eliqdek haqlarini monopol qilib oyoq osti qilgan ahvollar aytib ko'p ko'riladi. Mushu ishdan nurg'un qiyinchiliklar chiqadi. Undan bo'lgan ekan tuqqanlar va o'tirishdagi muomala islom shariati bo'yicha meros bo'lsa uni vaqtida ayirib, haq huquqlari bo'lsa joyida berib qilish lozim. Uning ustiga silatul rahim degani shundaq bizni yo'qlamagan tuqqanni yo'qlay olsak, o vaqtda haqiqiy silatni qilgan bo'lamiz. Yani bu munosabatda haqiqiy turda biz ijtimoiy munosabatni yaxshi saqlash uchun albatta mushu tuqqanlarga bo'lgan muomalani yaxshi qila olsak, boshqaga navbat keladi bu aytni degandek. Unda shu o'tganda bir sinamga bir masalasi bo'ldi. Shu bo'lib yoshlarning ichidanda
O yoshlarni ata-ona hayot vaqtida qilmaganlar qilmay oliy maktabda o'qitdi ekan. Ular oliy maktabda o'qib kelib bo'g'chilik onasida desa yoki qariydi ekan yo bu dunyo bilan xo'shlashadi ekan. Uning hamda tag'illar qildi ekanda. Masalan, ana o'lib ketgandan keyin onaning ojiz singillari asli shariatning hukmida dad o'lib ketsa, dadning akinisi uning dadisi endi. Ana o'lib ketsa, shu onaning ojiz singillari uning onasi bo'ladi. Endi shu onasi tugab ketgan, onaning ojiz singillari shunda xap bo'ladi. Biz shu qizni, shu o'g'ilni shu oliy maktabda o'qitish uchun qilmagan onasi shunda hayot vaqti ishdan qilgan. Bu o'qib kelib lakinde bir muallim bo'lib yoki xonim bo'lib kelib shunda oilaga yaxshi mutakabbir bo'lib ketgan. Ruhtuqallarga yaxshi muomala qilmaydigan ishlar nəhayət bir ağır ekan vücudda. Shu xizmat chiqdimi, o'zining o tag'achilarni tonimaydigan gap ekan endi. Bu vaqtda Ustoz Abdulla Hattojim sizga bir tavsiyalar bo'lsa taqdim qilgan bo'lsalar, qani rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Asror Nazim yuqorida deb o'tganga o'xshash urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish Alloh taolaning amri. Yani insan yalğız bir yer yaşa olamaydı. İnsan degan başka insanlar bilan birga yaşash kerak. Başka insanlar bilan yaşaganda en yakın yaşagan insanlar bizim ata-onamiz, ondan keyin ata-onamizning qolsa urug' tuqqanlarimiz oldu. Endi bu yoshlar shundoq oliy maktabni o'qib kelib, ondan keyin o'ziniki masalan xususan bu sizlar degan ahvolli yezilarda masalan ota-onasi shu dehqonchilik qilib ishlab tepib bolalarni boshqa shaharlarga o'qitsa kelib men o'qigan odam deb boshqani yaratmaydigan bu ishlamdi. Bu shu islomdan ijroqlab ketgan, islomiy tarbiyadan uzoqlab ketganninki alomati. Bunda qilgan odam o rivoj topolmaydi. O cho'qim boshda ishi va maoshi va shunga tayinib unda yo'g'onchilik qilgan bilan bir necha yildan keyin o vayron bo'lib xorlanib qoladi. Onun uchun biz yoshlarimiz shu ishlarga diqqat qilib, ota-onasiga, urug' tuqqanlarga kamtar bo'lib yaxshi muomala qilish kerak. Undaq bo'lmasa shu qirg'anda bizning beshimizga biz ularga qilsak bizning bolalarimiz bizning urug' tuqqanimizni qarmaydi. Amanda xorlanib qolgan Alloh taolo adil hamdi. O'zingga bo'lmagan ekan, o'zing bolalardan boshqalardan. Endi shu ahvollarga qarab bo'libmi iqtisodiy ahvol yaxshilangandan keyin nurg'ulg'an kishilar shunda beyib qolsa-ham shunda o'zing urug' tuqqanlarni yaratmaydigan ahvollar bor. Ana yaqinda yani shuning o'xshaydigan bir masala o'ziningki inlarında ağırındı. Bir aksa, bir az iqtisadi, bir az onun amelin bosh kerak huquqi. Ana shuning bilan iqtisod pul tepib beyibdi. Ana o ak inlardan boshqalarni qat'iy ko'z qilmaydigan, aba aytgandek o tag'achilarga asli o'zing ak inlarni ko'z qilmaydigan ahvollar. Ana o'ning dunyosini tama qilmaydi ekan. Onun tağaçısı yığılaydı. Bir biz anımız açım tügep ketdi. Bu açamның balları idi. Bizim oşuna bizni bir anı qatada körüp bir hepte ay dokmuşlarda bir tilpini elip al sorap koyduğun bulanmaydı. Biz bazılarında öldürür kesekmin çırayını açmaydı dep ağırındı. Oşunda işlendi. Oşunda alağa qatta hemmeyle özümüzdeki samimi nasiyetimiz yuqorida ustazlar dep ötkendikidek bu dünya tütkürlük dünya. Sen bir qildi ekansiz kibirni o pat yaqında uzun başqa ballardan tuqqanlarning yanıda. Şunda şeytandan keyin geçirip bunda bir İslamga emas, insoniyatga uygun bo'lmagan da yaman illatlarning qo'lda yig'ishinglarni va o'zimizning bu ishlardan saqlanishimizni Allohdan tilaymiz. Ustoz Raynazning yana boshqa bu shu tuqqanlarga yaxshi muomala qilish, tuqqanlar bilan bo'lgan muomaladan haqiqatan bu tuqqanlarga yaxshi muomala qilgan odamningki dünya ahiretdeki yaxshi bo'ladi ekan. Yani bu dünyada rizqi keng bo'ladi deydi. Ömrü uzun bo'ladi ekan. Yani haqiqatan insonningki ömrü haqiqiy ma'nilik o'tgan insonning ömrü uzun bo'lgan bo'ladi endi. Ammo davomli tuqqanlar bilan yaxshi o'tmagan, adovatlashgan insonlarning ömrü amaliyotda uzun bo'lsa-mu, haqiqatda o hiç bereketsiz, ruhsiz, cansız
lezzetsiz bir hayat bo'ladi endi. Hatta bir adam Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip "Ey Resulullah, meni bu cennetke kiradigan bir ish boshlab qo'ysam, men nima ish qilsam jannatga kiraman" deganda Peygamber Aleyhisselam'ningki nayt uch hadisi bor. Sen Allah'a şirk keltirmagin, namaz o'qigin, zakat bergin, undan keyin tuqqanlaringga yaxshi muomala qilgin, sil rahmat qilgin, sen jannatga kirasan degan. Demek yani haqiqiy cennet kirishini xohlagan adam o'zining tuqqanlariga yaxshi muomala qilish lozim. Bu ma'ayt bek muhim masalalar. Agar unda bo'lmaydi ekan, jamiyatda tartib buziladi, jamiyatda qalaymaqonchilik, buzuqchilik, hatto o'zingning bir tuqqanlaring bir qo'saqda yotgan tuqqanlar ara munosabat buzilgan vaqtida jamiyatning bo'lmoqchi, insonlarning bo'lmoqchi, hech narsa bo'lmaydi. Shu sababdan bu masala bek muhim. Yaxshi muomala qilib o'tgan odamlar bu bir aqlning alomati ekan, aqlli. Aqlli odam o'zining urug' tuqqanlarga yaxshi muomala qilib o'tadi ekan, ya'ni bir odamgarchilikning belgisi endi. Albatta o'zining urug' tuqqanlari bilan yaxshi o'tsa, jutgan odam uni biladi ekanda, atrofdagi kishilar. Bu shunda izzatlik, odamgarchiligi bor odam o'zining tuqqanlariga yaxshi qiladi. Aksichi bo'lganda-chi, tuqqaniga boqmaydi bu. O'zining tuqqanini tunamida bu ko'ziga yog'tilib, undan keyin qag'a adliqni atkacha haqavda rahmatullohi la'nat qiladi. Ya'ni Allohning rasulining, mu'minlarning, musulmonlarning la'natiga sazovor bo'lgan gap ekan. Yana bir hadisda Peygamber Aleyhisselam'dan endi insonlar haqidagi baylar sadiq ihson qiladi-ku. Biz normal bir insonga sadiq ihson qilsak bu sadiq bo'ladi. Ama o'zimizning ayniqsa kambag'al tuqqanlarimizga sadiq ihson qilsak hem bu sadaqa hem tuqqanlik, risqni ulg'anlik, sidrahmi qilganlik bo'ladi. Yani qo'sh savobga, qo'sh ajrga ega bo'ladigan gap. Shu sababdan bu masala aytibek muhim, xususan ijtimoiy munosabatda tuqqanlar o'rtasidagi muomala, munosabat shariatda ko'rsatmasi bo'yicha bir tuqqanlik rishtasini ulashdiki, insonning bir insoniy oliyjanob fazilati asosida bo'lmasa, jamiyat tartibi tamamen buziladigan, bu insonning dunyoligimi yo'q, ahiretlikimi yok bo'ladigan ish. Shu sababdan tuqqanlar bilan bo'lgan muomalada biz Allohdan qo'rqishimiz, tuqqanlarga nayt yaxshi muomala qilishimiz kerak. Qardoshlarning boshqa munosabat bo'lsa, mana boshqa gap yo'q qoldi. Aqlimga bir nima keldi. Mana islomda zina haramlandi. Zinani haram qilishninki sabablardan birisimi bu zinada urug' tuqqanchilik olmaydi. Zina qilguvchilar birisiga yot naslni saqlab qilish bilan birga yana birisi bu nikahlanib, o'ylanib nikahlangan vaqtimizda qizning ota-onasi bilan o'g'ilning ota-onasi urug' tuqqan bo'ldi. Bu tuqqanchilikni paydo qilish, bununki nikahninki zinani haram qilib, nikahni farz qilishning hikmatlaridan birisimi? Shuning uchun Rasululloh shu har qabiladan biridan o'ylanib, shuning bilan qabila bilan yaqin bo'lib, tuqqan bo'lib, shunday qilib qabilalarni birlashtirgan. Shuni islomninki urug' tuqqanlarga qanchalik ahamiyat berganligi, insonlarni tuqqanlari bilan o'sha yaxshilik qilib o'tishninki muhimligini ko'rsatdi. To'g'ri. Yani demak, o'zining urug' tuqqanlariga yaxshi muomala qilmaslik madaniyatsizlik, bilimsizlikning bir alomatlari. Agar uning aqli joyida bo'lgan bo'lsa, xalqimizda tuqqanlari yo'q, shunda darajada munosabat qilishga. Sening urug' tuqqaning bo'lgandan keyin albatta uni sharaf bilib, kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, yaqin bo'lsin, jiroq bo'lsin, izlab tepib, uningga yaxshi muomala qilgan yerdanda. Cenab-ı Allah bir muhim bir mesele var. Şu bizden bir yakınlarımız, tanışlarımızın birisi anısı vefat kılgalı bir neçe yıl bulup tuqqanları var 5-6 tuqqan ama şu hazır kadar ulaşsa ticaretçi aile bir qancha yıldan beri ticareti asasen ailenin biriken ama dadısı ticaret kılmaydigan adamdı ama bütün işini anısı kıladigan. Anısı vefat kılgandan keyin dadısı bo'lgan kishi o'zining cho'ng o'g'liga berib, "Men sening dunyolaring ko'p bo'lib ketdi. Hukuklaringmi buningda haqqi bor. Ma
ananın miraslarını anasının ocak nasıl kaptıken. Ayırıp bəgin, hukularının hakkını bəgin dese o biraz cidal macera kılıp dadıska mukarrama hatta şu bir kız gepilen dadısını 6 ay taşıvatkanının gepini kıladamdı. Yenisi. Bunda kılıç İslam'ın ruhiga tamamen zid, insan yetkimiz zid. Yani tukkan dese bir tukkan dese o akanın ufkunun akada hakkı var. Eğer bir adam bay oldu, onun ufkusu ya aksi kembekal olup kalsa, o bu normal ictimai turmuş mu yaraşmaydı, ahlak mı yaraşmaydı, insanlık mı yaraşmaydı. Elbette özden kembekal tukkallarının bay tukkanın baylığı da hakkı var. Bunu asası mesela bununda insanlar ben özümde pulunu men taptım o, benim tukkallarım pul tepişmemedi, hiç ne sıkılmadı. Dep başkalarının tukkallarının hakkını yiyiş, yakı olması üzdük baylıkını onların kesişke hakkı yok. Kaydı boyunca. Cenab-ı Allah hemmeylenge tövbe hidayet versin. Uruk tukkallarımızdan kadir kıymetinin izzetinden kılıp yaşağını nasip kılsın. Hürmetli kardeşler programımızı bir adı ahırlaştırımız. Kumul koyup kurbağa için köp rahmet. Keyinki bölümlerde uçuruş ümidi bilen her birinle bilen hoş işimiz, hayır hoş, selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.